Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Bizni qo'llab-quvvatlashning eng oddiy va samimiy uslubi bir dona like tugmasini bosib qo'yish. Hozirda Saudiya Arabistonida U17 Osiyo chempionati bo'lib o'tmoqda. Turnir 3-apreldan 20-aprelgacha bo'lib o'tadi. Unda 16 jamoa 4 ta guruhga bo'lingan holda ishtirok etmoqda. O'z guruhida birinchi va ikkinchi o'rin egalari to'g'ridan-to'g'ri Qatarda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Vakillarimiz birinchi turda Tailand U17 jamoasini 4-1 hisobida mag'lubiyatga uchratishdi. Ikkinchi daqiqada Hasanov biznikilarni oldinga olib chiqdi. Sarsenbayev 12-daqiqada hisobni 2-0 ko'rinishiga olib keldi. Maxes 40-daqiqada hisobni 2-1 qilgan bo'lsa, Aliyev va Shukurullayev 78-83-daqiqadagi gollari bilan o'yin taqdirini butunlay hal qilishdi. So'nggi daqiqagacha biznikilarda bir qancha imkoniyatlar bo'ldi. Uzoq masofadan kuchli va aniq yo'llangan zarbalar, uyushtirilgan hujumlarning tezkorligi milliy terma jamoamiz yaqin yillar ichida universal futbolchilar bilan boyishini anglatadi. Yigitlar keyingi uchrashuvni Xitoy U17 jamoasiga qarshi o'tkazdirishadi. G'alaba qozonishsa Qatar U17 2025 yo'llanmasini muddatidan avval qo'lga kiritishadi. Yuventusga qarshi Shomurodov surpriz sifatida o'ynaydi. Roma jamoasi so'nggi turlarda mag'lubiyat nimaligini bilmay kelmoqda. Claudio Ranieri jamoani endi oyoqqa turgizdirgan bir paytda Paulo Dybala jarohat olib, maydon markazidagi ijodkorlikdan uzilib qoldi. 6-aprel kuni Olimpik stadionida bo'lib o'tadigan Roma va Yuventus uchrashuvi ikki jamoa uchun ham juda muhim sanaladi. Aynan shu boisdan Claudio Ranieri Elor Shomurodov va Artyom Dobik tandemini maydonga tushirishga qaror qildi. Shomurodovning milliy terma jamoamiz safida yaratgan super vaziyatlarini inobatga olsak, Paulo Dybalaning o'rnini bemalol bosishi mumkin. Aynan Shomurodovni ta'kidlaganiga qaraganda, Claudio Ranieri milliy terma jamoamizning so'nggi ikkita uchrashuvini diqqat bilan kuzatgan ko'rinadi. Vodiy derbisida dahshatli kambek. Neftchi o'z uyida Navbahorni 2 bor hisobda ortda bora turib kambek qilishga erishdi. Yakuniy hisob 3-2. Navbahor birinchi mag'lubiyatini, Neftchi esa birinchi g'alabasini qo'lga kiritdi. Navbahor jamoasi uchun Istiqlol stadioni qo'rqinchli tushga aylanmoqda. O'tgan mavsum kubok finalida aynan shu stadionda Andijon futbol klubiga aynan shu hisobda shunaqa kambek bilan mag'lubiyatga uchragan. Darvoqe, stadionga bir qancha muxlislar kira olmagan. Sababi muxlislar o'rtasida nizo chiqmaslik maqsadida Navbahor muxlislari atrofidagi ikkita sektorga muxlislar qo'yilmagan. Real Madrid jamoasi o'zining uslubida jazolandi. Ispaniya La Ligasining 30-turida Real Madrid o'z uyida Valensiyani qabul qildi. Vinicius Junior 13-daqiqada penaltini amalga oshira olmadi. Oradan 2 daqiqa o'tib, Maktar Diakabi Valensiyani oldinga olib chiqdi. 21-daqiqada aynan Diakabining o'zi darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. Gol ofsayd sababli inobatga olinmadi. Vinicius Junior 51-daqiqada o'z xatosini yuvishga erishdi va gol urdi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, hakam tomonidan qo'shilgan 90+5-daqiqada Uga Duro g'oliblik golini kiritdi. Eng qizig'i 12-tur qoldirilgan uchrashuvda Valensiya o'z uyida Realga 1-2 hisobida imkoniyatni boy bergan. O'shanda ham Jude Bellingham penaltini amalga oshira olmagan. So'nggi soniyalarda 90+5-daqiqada Judening o'zi g'alaba golini kiritib ketgan edi. Parijda chempion muddatidan oldin aniqlandi. Liga 1da 28-tur uchrashuvlari davom etmoqda. PSG o'z uyida Anjini qabul qildi va 1-0 hisobida mag'lub etdi.
6 ta tur qolganini inobatga olsak, eng yaqin ta'qibchi bo'lgan Monako barcha uchrashuvlarni g'alaba bilan tugatsa-da, 24 ochkolik farqni 7 ta uchrashuvda yo'qqa chiqarish imkonsiz. Bu mavsum hisobi bilan parijliklar so'nggi 12 mavsumda 10 marotaba chempionlikni tantana qilishgan bo'ladi. Shu va boshqa xabarlar bilan bizni kanalni kuzatishda davom eting. Ha, aytgancha like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.